Mana bugun Buxoro viloyat pedagogik mahorat markazida Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda hududiy markazlar bilan hamkorlikda katta konferensiya tashkil etildi. Konferensiyaning mavzusi 21-asr ko'nikmalarini o'quvchilarda rivojlantirish deb nomlanadi. Bu konferensiyadan ustozlarimiz juda katta bilimlarni egallashyapti. Chunki eng tajribali o'qituvchilarimiz kelib, o'z ma'ruzalarida 4K modeli asosida boshlang'ich hamda maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning bilimlarini oshirishyapti. Konferensiyaning davomi sifatida bugungi jarayonlar shu'balarda davom etadi. Bu shu'balar o'qituvchilarimiz uchun manfaatli, samarali va mazmunli tashkil etiladi.